umuman qo'rqmaganman, chunki nima bo'lishidan qat'iy nazar, san har doim keladigan o'ying bor, men borman, adang borlar va Zishchka, endi hozir yuragingizdagini aytishingiz mumkin. Turmushga chiqishdan oldin qo'rqqanmisiz yoki yo'qmi? umuman qo'rqmaganman, chunki bu siz bilan bog'liq. Men turmushga chiqayotgan kunim sizni gapingiz qulog'imda qolib ketgan. Qaysi biri? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, san har doim keladigan o'ying bor, men borman, adang borlar va biz seni oilamiz. Eng asosiysi bu svoboda. Erkinlik. Erkinlik. Да. Вот. И men har doim bilaman, что meni oilam bor, oyim bor. Men hech qachon qo'rqmaganman o'zimga qanaqadir boshqalar tomonidan bosim o'tkazilishiga da uyga qaytib kelsam sharmanda bo'ladi yoki oyim qabul qilmaydi degan hech qachon xayol bo'lmagan. Siz meni ko'nglimga shu xotirjamlik bergansiz.